Assalamu alaykum qadrli radio anglış dostlar. Bugünkü roman anti saytimizda Sevgili Canishif xanım yazgan Köz Yeşidan Nemdelgen Zimin namlı tarihi əslimini oquşni davamlaştırırız. 61. yılı 28. Ağustos. Kanikoldan qaytib maktabga kelsam, oldimga bir to'p sovg'adoshlarim yugurib chiqib, "Xushxabar, ayrilib o'qiydigan bo'ldik. Yotoq, sinf, tamoqlarning hammasini Xanzi o'quvchilardan ayiribdi" deyishdi. Biz xushalligimizdan quchoqlashib, shodlik ko'z yoshlarimiz bilan bir-birimizni tabriklashdik. Yotoqqa yugurib bordik. Butun yotoq koridorlar pokiz, ozoda o'zimizning bo'pti. Zaynura, Maryam uchimizni bir yotoqqa qo'yibdi. Yotoqlar ozoda, pokiza, shundoq chiroyli ko'rinib ketdi. "Oh, nima degan yaxshi, nima degan baxt" deb xushal bo'ldik. O'quvchilar hammamiz hayron qolishdik. Bultur bizga bundoq qilish mumkin emas degan edik. Qandoqlarcha bizni mundoq ayirib qo'ygandi deb bir-birimizdan hayronlik ichida so'rashdik. Qandoqla bo'lmasin, ayrilib o'qiganimizdan xushal bo'ldik. Mushu kun uchun bultur bir yil tartgan ro'yi besim, ro'yi azoblarimizni o'ylab, bizning qarorning rahbari bo'lgan Ahmad To'xtidan so'rdik. Bultur bularning hech bizni ayirib o'qitadigan niyati borda qilmayotdi. Qandoq bo'lib bundoq yaxshi bo'lib qoldi? Bizning burunqi o'qish tashlash harakatimizni Şinjangda bo'lgan yomon ishlar qatorida doklad qilgan ekan. Bu xabarni Mavzudun anglab, Şinjangdagi majlisga kelgan Sayfiddin Azizdan so'rgan ekan. Sayfiddin tibbiy institutdagi o'quvchilarning Xanzi o'quvchilardan ayrilib o'qish niyatida o'qish tashlab namoyish chiqqanligini, maktab tashkili va ma'rif nazorati, bexatarlik nazoratining odamlari birlashib, o'quvchilar harakatini majburiy holda aron besiqtirganligini so'zlab beribdi. Buni anglagan Mavjushi, "Bu yaxshi ahvol emas. Har qanday ish chiqsa, oldi bilan o'quvchilardan chiqadi. Sotsialistik davlatda o'quvchilar qarshilik qilib o'qish tashladi degan yaxshi ish emas. Ular qanday talab qilgan bo'lsa, shu bo'yicha hal qilib beringlar. Bundoq ishlar xalqaroga yeyilib ketsa, bizning sotsialistik mamlakatning yuz obro'yini to'kadi" degan ekan. Shu Mavjushining so'ziga asoslanib, bizning taklifimiz bo'yicha ayrilib o'qishimizga qo'shilibdi deb xushallik bilan so'zlab berdi Ahmad To'xti. Men Ahmad To'xtining so'ziga zodil ishonmasdim. "Ahmad aka, siz bizlarni shanxo qilib so'zlayotgansiz nima?" dedim. Va ichimda bu bizni vaqtlik aldash uchun qo'llangan bir tadbir deb o'yladim. Qizlar kulishib ketdi va orqa-orqadan "Ha, yolg'onmi ya?" deb so'rashdi. "Yo'q, bu rost. Men uni cho'ng yerdan angladim" dedi keskin holda Ahmad To'xti. Mening ishongim kelmadi. Chunki maktabdagi bir qarar o'quvchilarning o'qish tashlash harakati shu Beyjingga yetib borgudek, Mavjushi boshqa turg'udek murakkab ish emas-ku deb o'ylab qo'ydim. Rost shundoq ekan. Ahmad To'xti maktabdagi mudirlarni anglabdi, dedi Malika uning so'ziga ishinib. Ko'p o'tmasdan o'qish boshlandi. Milliy o'quvchilarga ayrim sinflarda dars o'tildi. Darslar bizning ta'limimizga loyiq, tushunishli qilib o'tildi. Ham yordamchi o'qituvchilarni ko'paytib, har vaqt darsdan tushgandan keyin bizga ayrim dars tushundirdi. Shuningdan keyin o'qishimizmi ilgari surildi. O'qishlar ilgari surilgan sari o'quvchilarmi xushal, ro'yi kayfiyatim yuqori, darslar ko'ngillik edi. İzdeniş 61. yılı noyabr. Malika ikkimiz darsdan tushib, doktorxonaning ichini aylanib kelayotdik.
bizning keynimizdan Ablakim bilan Ablazmo yetib keldi. Qizlar, nega mangdinglar? deb so'rdi ular va bizning javob berishimizni kutmasdilar. Biror yangiliklar bormi? Yo'ldoshlardan xabar oldinglarmi? Biror iz o'rnini topdinglarmi? deb jiddiy qiyofat so'rdi va ikkimizga tang qaradi. Malikmu xuddi men o'ylagandek o'ylagan bo'lsa kerak, javob berish o'rniga ulardan: "Nima? Birarsi bilan uchrashib keldinglarmi? Yoki birarsini topdinglarmi?" deb ulardan qaytirib savol so'radi. Ablakim bilan Ablaz bir-birisiga qarab kulishib ketdi. Rostini aytsak, 2 oydan ortiq vaqt bo'ldi. Har shanba kuni darsdan chiqib, bütün institutlarga, zavod, fabrika qatorliq o'rinlarga, qisqasi, tunishimiz bo'lgan o'rinlarning hammasiga berib chiqdik. Tashkilotdan birarsining xabar bormidi degan umid bilan o'rinib ko'rdik. Lekin qandaqdir umid yo'q. Ablazning so'zini Ablakim bo'ldi. Bizning umid qilgan odamlarimiz xuddi onaning qursig'iga bu vaqtdek uxlab yetibdi. Ular Şinjanning tarixi to'g'riliq hech qanday narsa bilmaydigan. Shunga Şinjanning o'tmishi va kelgusi uchun qayg'urib o'ylab yurmaydigan. Biz ularga o'zimiz bilganning hammasini tushuntirib, so'zlash orqali ularning ko'zini ochdik. Ular hamma ahvolni tushungandan keyin ta'sirlanib, xuddi hozirla qurol olib jangga kiradigan jangchidek hayajonlanib, biz xalqimiz va vatanimizning ozodligi uchun o'lsak armonimiz yo'q. Texmo sharaf his qilamiz, deyishib, tong otquchi uxlamasdan paranglashib chiqdik. Unimisak unmay, yakshanba kuni qo'ndirib qilib, dushanba kuni darsga ulgurib aron keldik. Ular bizni unutib qolmay kelib turinglar, deb bizni o'sib qo'ydi. Hammadan echinarligi, butun xalq texcha g'aflat uyqusi uxlab etibdi. Ablakim so'zlayotib, yanchug'idan qo'l yog'liqini ilib, burnining ustidagi terni surtgach, so'zni davom qildi. Bu holatda hozir nimadan umid qilasan? U bizga umidsiz qaradi. Biz sizlarga o'xshash har shanba kuni shahar kirib, yakshanba kechda maktabga qaytib yurdik. O'zimiz uchratgan kadrlar, o'qituvchilar, xizmatchilar, ishchilar bilan so'zlashib ko'rdik. So'zlash jarayonida hozirgi vaziyat, xalq turmushi, doktorxonalardagi va boshqa o'rinlardagi tangpungsizlik ahvollari so'zlanib, oxiri mustaqillik bo'lmag'icha bu qiyinchiliklardan qutulish mumkin emas, deb o'tirg'a uch qo'ydik. Bu so'zimizni olgan ba'zi odamlar qo'rqindan og'zi ochilib, "Hukam, hajab qo'rqmay gap qilsiz-ku. Mustaqillikdan iborat bu cho'ng ish kimning qo'lidan keldi? Yaxshisi, tinch yashashni o'ylang", degan edi. Men u kishiga: "Siz aytib beqma, bu ish kimning qo'lidan keldi? Kim kelib bizni mustaqil qilib qo'ydi? Bizning mustaqil bo'lishimiz kimga kerak? O'zimizga kerak. Kelajakni biz o'zimiz o'ylamasak, bizning o'lik terikimiz bilan hech kimning kori yo'q. Kelajakni o'ylamay bo'lmaydi", degandek gaplar bilan ularning yiroqni, kelgusini o'ylashiga ilhom berdik. Hatto ularni qo'rqitib. Hozirgi bu Xitoylar mol mulkimizni oldi. Kelajakda xotin bolalarni oladi. Millat borgan sari tugaydi. Millat aydahaning qo'yinda g'aflat uyquda uxlayotidi, debmi aytdik. Ba'zi kishilar: "Hukam, bizni tinch yashag'il qo'yinglar", deb chiqib ketdi. Yana ba'zilar: "Sizlar bek yosh ekansizlar. Bundaq yo'lda mangsanglar, yaxshi oqibatga qolmaysizlar. Diqqat qilinglar", desa yana ba'zi kishilar: "Hukam, singan meninglarni yeb, o'qishinglarni o'qib tinch yashanglar", dedi. Shuning bilan biz izlagan odamlarimizni topolmadik. Biz so'zlayotgan orliqda Nurnisa Ro'zi Malikini chaqib ilib ketdi. Biz uchimiz so'zimizni davomlashtirib verdik. Malika ketgandan keyin men Malika ikkimizning so'zni oxirlashmoqchi bo'lib, so'zimni davomlashtirdim va ularga o'z fikrimni aytdim.
Men ko'p o'ylandim, ko'p izlandim. Hatto ko'z oldimga ular qandoq odamlardir? Egiz bo'yliq, g'ayratlik, aqlliq, o'zini tutgan odamlar bo'lishi mumkin deb o'ylab, shundoq odamlarni el ichidan izlabni ko'rdim, lekin topolmadim. Oxiri ko'p o'ylanishdan keyin u tashkilotni o'zimiz qurib chiqsak bo'lmamdi degan o'yga keldim. Shu tashkilot qurg'uvchilarmi alohida odam bo'lmasdan bizga o'xshash odamdir? Odam qilgan ishni odam qilolmamdi. Qandoq dedim? Sizlar qandoq qaraysizlar? Men bu so'zni rostdan aytayotganligimni, har qanday vazifani o'z ustimga olishga tayyorligimni, mas'uliyatchan va ishonchli odam ekanligimni bildirib, xotirjam holda ularga savol nazari bilan qaradim. Oblekim kutmagan bu so'zdan o'tiqib ketgan bo'lib, oblizga lappada qaradi va o'ylanmasdilar. "Yo'q, bu ishni biz qanday qila olishimiz mumkin?" dedi. Oblizmi oblikimning so'ziga qo'shilib, "Bu biz o'quvchilar qila olgudek unchalik oson ish emas", deb mening so'zimni rad qildi. Men ularga o'z fikrimni tushuntirishga tirishdim. Rost, sizlar degandek haqiqatan qo'rqinchli murakkab ish. Ammo bu ishlarni qilgan odamlarmi bizga o'xshash odamlar. Bu ishni qilganda biroqla qurol ko'tarib, "Hurra!" deb maydonga chiqib so'qish atlanmaymiz. Biz sizlar degandek oldi bilan maktablarga berib, asta yo'shurun holda tashviqot elib berib, o'quvchilarni qo'zg'atishimiz kerak. Ondan xalq ommasining ichiga tushib, tashviqot elib berishimiz kerak. Xalq ommasi uyg'onganda ishlar asta-asta o'zligidan yurishib ketadi. Shu jarayonda yaxshi odamlarga uchrashimiz mumkin. Hatto yaxshi rahbarlarni topishimiz mumkin. Endi bu ishning yomon tarafini o'ylanmasak bo'lmaydi. Turma, zindonlarga tashlanishimiz, hatto o'lim jazosi bilan jazolanib, o'lib ketishimiz mumkin. Tug'ildikmi, hamma bir o'limiz. Ajal degan narsa hamma odamning beshida bor. Qul va asir bo'lib yashagandan xalq uchun bir qadam dastlab o'lib kelsak, bu ortiq emasmi? "O deganing g'o'ras", dedi Obliz mening so'zimni qo'llab. Biz paranglashqash menib, yotoq binosining oldiga kelib qapdik. Mening so'zimdan keyin oramizni jimjitlik besib, hammamiz o'z xiyollarimiz bilan jimjit holda ikkinchi qavatga chiqdik. Ondan xo'shlashib, o'g'illar o'z yotig'i tarafga, menmu qizlar yotig'i tarafga qarab ketdik. Qadrli radio dinləyicilər, bu nadir tarixiy əslimning davomini keyin qatimliq anlatışımızda davomli huzuringizga sunamiz. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.